حنبونغا آخر حديث عن سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص خبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, agar namozga borasan ekan, bunday erlar dunyosi bora, jamoat namozina borasan ekan, tegishli ravishda durust etirib, ya'ni tinchlik bilan bor. Tinchlik bilan bor, oshiqmisha. Vasalli ma adrakta. Ham endi ni ilgirding, namozda ni ilgirding, ya'ni imom, masalan, sen namozga kelding ekan, imom namoz o'qiykan, qaysi namozning qaysi ulushini ilgirding, shu ulushini imom bilan o'qi. Vaqdi ma fatak. Ham ni ulushini ilgirmading, Mınsan endi o'zing tamamla. Shunga ko'ra biz mana shu hadis oldik endi. Birinchidan namozga borganda tinish borga kerak. Tinchlik bilan oshiqmisha, hatto biz so'radik, hatto endi iqoma berib, qomat berib namoz o'qiy boshlasalardan qo'y bir kishilar yugurgan shekilli yugura kerak tugul. Nishik salmoq etib boring, shtoy salmoq etib kira kerak. Ikkinchidan kirganda bu namoz o'qiylar ekan, birinchi rakatga, endi ikkinchi rakat, uch rakat namozdan qaysi ulushni ilgirding, shunda qo'shilib imom bilan namozni davom etira kerak. Üçüncü mesele, mesela üçüncü rakatga ilgirding ekan, demak necha rakat o'qimading imom bilan? 2 rakat o'qimading. Imom salom bergandan so'ng turib ayrim 2 rakatni o'qib bitirasan. Bu er kishilarga da qo'g'ila, xotin qizlarga da qo'g'ila. Er kishilarga da qo'g'ila, xotin qizlarga qo'g'ila. Shulay xotin qizlar masjidga boralar ekan namoz o'qirga. Allohdan naq shulay ishlar. Hatto uyda da masalan biz sizlar bilan boshqa hadislarda aytdik, uyda namoz o'qiganda jamoat bilan o'qirga kerak. Ayrim o'qirga kerak tugul. Masalan, hatto er kishi bo'lmasa, xotin qizlar o'zlarining qizlari, xotinlari birga o'qiganda, ular birga bosib o'qirga tegishlar namozni. Ham uyda da masalan sen boshqa bo'lmadan ko'rding namoz o'qiylar. Shunda qo'shilasan. Birga shu jamoat bilan, uydagi jamoat bilan namoz o'qiysan. Ham endi namoz o'qib bitirgandan so'ng turib ulgurmagan ulushini o'qib bitirasan. Hamda shurna tutar va subhanaka Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.